Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Gul pastavkalarimiz xudo xolasa mana tayyor bo'ldi. Zakazga qilganmiz bularni. Ko'rishlaring mumkin. Juda ham chiroyli chiqdi. Dekorativniy holatda. Bulari 3 taligi, 5 taligi, 12 taligi bor bu yerda. Bundan hozir bir dona qoldi. Endi yana yangi yasaymiz. Xudo xolasa ertagalikka zakaz olganmiz. 6 ta kichkinasidan bir dona shu kattasidan zakaz olganmiz maktabga. Bularni oshxona, maktab, uyga qo'ysalaring ham xudo xolasa chiroyli ko'rinish beradi. Bemalol gullaringni qo'yaverasizlar. Bunisi 5 talik bo'lsa, bunisi 12 talik. Endi hozir yangilik qilib shu narsani qilyapmiz. Buni shu tomoni yoppayini qo'yamiz. Buni uydan kirishda, masalan, perexoshkalarga qo'ysalaring yoki kitob qo'ysalaring ham bo'ladi. Orqasiga kitoblarni qo'yib, bemalol oldida oyna yopishtiramiz. Odam o'zini ko'rib, albatta o'g'nab ketaveradi eshikdan. Ko'rishlaring mumkin. Xullas, buni mexanizmi bor. 360 gradusga aylanadi polning. Xudo xolasa qulay. Mabodo oyoq kiyim qo'ysalaring ham bo'laveradi. Oyoq kiyimlarni terib turib, ketishdan oldin oynaga qarab, bag'ga oyoq kiyimni terib, bonusiga shetga vishilka ham qilib beramiz. Kimga narxlari qiziq bo'lsa, xudo xolasa yozsalaring. Chiroyli qilib narxlarni kelishtirib beramiz. Telefon nomerlarini ham qo'yamiz. Kuzatib boringlar.